Ushbu xonadonimizni sotib oladigan bo'lsangiz, o'zingiz bilan kiyimlaringizni olib kelsangiz bo'ldi. Sababi xonadonimiz oilaviy yashash uchun tayyor holatda. Kvartiramizning manzili Afsonalar vodiysiga 700 metr yaqinlikda 6-mikrorayon Olmos sohiliga yetmasdan o'ng qo'lda kelajak uyi turar joy majmuasida joylashgan. Premium liftdan 7-qavatga ko'tarilganimizda mana shunaqangi kattakon 105 kvadratdan oshiqroq bo'lgan kvartiramizga eshik orqali kirib boramiz. Eshikdan kirishingiz bilan kattakon mana shunaqa hol bizni kutib oladi. Chiroyli gilamdan solishibdi Eronnikidan. Mana bu tomonimizda esa prixoshka mebellarni joylashtirishgan ekan. Menga eng yoqqan qism mana shunaqa bo'ldi. Kartinkalar bilan birgalikda asvetlarni qo'yib qo'yishibdi. Butun uyimizga chiroyli tarovat beradi. Yengil kelgan mehmonlaringizni kuzatib olsangiz bo'laveradi. Endi xonalarni birma-bir ko'rsatib o'taman sizga. Birinchi ko'radigan xonamiz bu uyimizni keng yorug' chiroyli mehmonxonasi. Eng katta xona aynan mana shu ekan. Konditsionerlari, televizori ham bilmayman bu 70likmi, 75likmi juda kattasidan o'rnatishibdi. Mebellari ham katta, aynan mana shu joy uchun tayyorlatilgan ekan. Bu tomonimiz TV zonalarimiz ham hammasi go'zal ko'rinishda. Barcha ranglar bir-biriga juda ham mos bo'lib turibdi. Endi ko'radigan qismimiz bu bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Yotoqxonamizga kirishingiz bilan chiroyli atmosfera sizni kutib oladi. Ikki tomonga kartinkalarni ilib, ikki tomonga alohida kravatlar, dars stollari deysizmi va alohida eshikdan kirganimizda ikkidan shkaf o'rnatib qo'yilgan. O'g'il bola, qiz bola bo'lsa ham bir xil qilingani uchun mazza qilib yashayverishadi. Kamiga bolalar xonasiga panorama o'ynab qo'yilgan ekan, yorug'lik ham zo'r tushib turadi. Keyin ko'radigan qismimiz bu uyimizning yotoqxonasi. Yotoqxonamizga kirishingiz bilan mana shunaqangi kattakon mebellari kutib oladi sizni. Lustra, shkaflar hammasi bir-biriga mos bo'lib turibdi. Kamiga mana bu yerda birinchi sanozilni ham ko'rishingiz mumkin. Ta'mir holatlari juda ham go'zal bo'lib turibdi. Menga eng yoqqan joyini hozir sizga ko'rsataman. Mana bu manzarani qarang. Bu tomonimizda kanallar o'tgan, havo ham zo'r aylanib turadi. Haqiqiy oilaviy yashayman deganga hovlini ham atmosferasini beraveradi. Sababi mana shu qismimiz o'zi ham keng qilingan. Ertalab turib, bitta kofeni ichib, asablaringizni dam oldiradigan joyi. Xonadonimiz to'liq tupli polda isitiladi. Kommunal tarmoqdan gaz, svet, kanalizatsiya hammasi mavjud ekan. Kamiga har bitta qismga alohida datchik qo'yib qo'yishgan ekan. Past balandini sozlab olsangiz bo'ladi. Bu esa umumiy sanozilimiz. Bu umumiy sanozilimizni ham ta'mirlari juda ham zo'r. Did bilan ta'mirlab qo'yilibdi. Navbatdagi xonamiz bu ayollarga yoqadigan oshxona. Endi bu oshxona istalgan ayolga mos kelaveradi. Nima dedingiz? Gapim to'g'ri bo'lsa bitta like bosib qo'yasiz. Dekoratsiyaga umuman pullar yashmabdi. Zo'r dekoratsiyalar qo'yishibdi. Kartinkamizni o'zi ham 1.900.000 ekan. Qarang, lekin qanaqadir juda ham chiroyli vid berib turibdi. Oshxona mebellari hammasi tayyor holatda va ovqatlanib o'tirish uchun mo'ljallangan alohida qismi ham bor. Ikkinchi tomonimiz to'liqligicha 6-mikrorajonga qaragan. Uyimiz skvazak, ikki tomondan ham havo zo'r aylanib turadi. Xonadonimiz joylashgan ushbu Novostroyda barcha sharoitlar mavjud, zamonaviy hisoblanadi. Narxiga keladigan bo'lsak, $84.500, yana oz-moz o'tib beradigan joyi bor. Egalan telefon nomeridan bunda videoni pastda aloqaga chiqib, mana shu go'zal kvartirani sotib olsangiz bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yishingiz esingizdan chiqmasin.